Aldı bilan adaş men şahsen bu cevap tep bo'lgan bir savol bu, ammo shuni his qildimki, Uyg'urlarimiz orasida hozirgacha bu nuqtada ko'z qarashi mujmal ham egallagan uchuri to'liq bo'lmagan bir ahvol mavjud ekan. Ya'ni shu hozirgi qurultayni boshqarayotgan shu 2017-yili Rabiya xonimni majburiy yiqitib Çangılığa kirgizib olgan desak xato bo'lmaydi. Shu Çangılığa kirgizib olgan bir to'p odam bor va 5-6 odam bor. Bularninki shu chet eldagi diasporadagi siyosiy faoliyatlariga diqqat qilsak, bular shu dunyo yoshlar qurultayimi birning batti. Shu bu Uyg'ur qurultayi qurilishining oldida qurilgan bir tashkilot bu. Bu shu O'rta Osiyodan tortib Ashada qurilganmi aytavur. Bular şu zamanda tüzgen nizamnamasini anlasam öz taqdirini öz belgileşken. Hem şu çağdaki şu birine 5-6 ağayına hazırgıca qurultayning ishida şüpheti var. Hem bular hamkorlashib, birlashib Uyg'ur xalqi saylab chiqqan, demokratik usulda saylab chiqqan lider bo'lgan Rabiya xonimni mecburi putlab öğretip bu qurultayni Çangılığa kirgizib olgan bo'ldi. Shu jarayonlarni men biraqur anglagan bo'ldim senden shaxsiy, ammo ko'pchilik bilan o'rtoqlashsak, bu hozir qurultaydagilarninki kelib chiqishi, hozirgi tutgan yo'li nereden kelib chiqqan deganga bir javob topqil bo'ldiganda qildi. Shunga shu nuqtani bir yo'ritib bergan bo'lsam ko'pchilikka. Bo'ldi. Rahmat. Sözler begin. Avazım chiqib qotganda bu qatim. Ovoz yaxshi. Agar qarindoshlar, ammo tuvandek ko'rayotgan qarindoshlarimiz, agar yana ovozda problem bo'lib qolsa, xafa bo'lmay bir inkas yozayotgan bo'lsanglar, chunki sizlarning vaqtinglarni olmayli, ham Abdurimjonning mabakabiyoda avar qilsak bo'lmaydi. Ko'rayotgan qarindoshlarimiz xafa bo'lmay ovoz qandaroq bir inkas yozayotgan bo'lsanglar, rahmat. Avazim chiqqan o'xshaydi. Sen so'zlagan shaxsan men to'g'ri qarayapman. Herhalde normal turadi. Agar ovozing chatoq chiqib qolsa, ovoz yaxshi deydi. Demak yaxshi ekan, so'zlab bergin. Ovozing yaxshi chiqadi meniki. Tuvandikilar yaxshi anglab yaxshi deydi. Agar oraliqda ovoz chatoq chiqib qolsa, tuvandikilar bizga yordam qiladi, inkas yozadi menimcha. Ovoz yaxshi deydi hammasi. Ekranga qaraqash desang bo'ldiki. Bo'ldi, men inkaslarga qarab o'tiray. Xo'sh, yaxshi. Naytdim muhim temani tayyorlabsa bugun. Oldidan qarindoshlarga assalomu alaykum. Barliq qarindoshlar, ekran oldidagi vatandoshlar. Endi bu vatan da'vosi masalasida bo'lib shu chet eldagi özüm şahit olup, özüm bilip mengatkan, özüm anlayatkan ve içinde özüm katlaşıyatkan nurgulluğun teşkilatlarının vatan davası faaliyeti kılıp mengatkan şahslarınki uzun yıllık ahvaldan haberim var mı yaxşı. Bu doğruluk nurgulluğun neslerini yazdım, kitap neşir kıldım, yazganlarımı toplap bir qancha tane kitap neşir kıldım. Eğer şularni bir qur tafsili o'qib chiqadiganlar bo'lsa, nurg'un narsalarni tushunib ketadi. Shundaqdimi? Yana doim tushuncha birib turmasa, kishilarni toza diqqat qilmaydi ekan. Uyg'urlar qarindoshlarimiz ham aybligi bo'lmaydi. Uyg'urlar undaq, Uyg'urlar bundaqda. Bir ishlarga qiziqmayotganda, irinsiz muomala qilgan ish yomon bek ig'irga bizda. Tekrar anlap durupmu kişinin taşı dikkat kılmay anlamagandek bir xil kayfiyatda bir xil pozitsiya bildirip qilgan ishlar yomon ko'pga odatga aylanib ketgan gap bizda. Bu to'g'riliq yomon jiq yozgandim. Shunda bo'lsin bugun aslida bu temaga asosan azroq bir xulosa tariqasida yig'inchoqlab so'zlashga tirishay. Bu hozirgi hamda Dunyo Uyg'ur qurultayininki
құрылған вақыты 2004 жылы апрелда құрылған Dünya Uyghur Qurultayı. Yeniden құрылған bir təşkilat emas, München'nin özde merkezlenген iki tane kurultayı var. Birisi Yaşlar Kurultayı, Dünya Uyghur Yaşlar Kurultayı. Yeni birisi Şarkı Türkistan, Uyg'uriston Milliy Qurultayı degan bu iki teşkilatның özü merkezi şu München şehrinde. Bu iki teşkilatını, iki kurultayını birleştirmeye uzun yıl tirişçilik gösterip 2004 yılı aprelda şu iki kurultay birleşti. Birleşme kurultayının özüne Dünya Uyghur Qurultayı deb bu nam bilen atıdı. Andayken bu kurultayını Erkin Aliptekin yeniden kurgan bir teşkilat deb engeline Wikipedia'dan izlesimi 2004 yıl aprelda Erkin Aliptekin kurgan deb çıkıdı bunun namı. Aşındaki jaryan açta çıkıdı. Emniyette o kurgan yeni bir teşkilat emas. Mevcut iki kurultayının birleşmesi. Birleşmesini terkip topkan hazırki Dünya Uyghur Qurultayı. Endi bu Şarkı Türkistan, Uyg'uriston Milliy Qurultayı kaçan kurulgan teşkilat ise bunun bir sözlü vatay. 92 yılı 12 ayda İstanbul'da çağırılgan Uyg'urlarniki, muhaciratdaki Uyg'urlarniki liderleri, rehberleri topluşup çağırgan bir kurultay şu vakitte Şarkı Türkistan Xalqaro Milliy Qurultayı deb tırnak içinde Uyg'uriston deb bu şundaq çağırılgan 92 yılı 12 ayda İstanbul'da çağırılgan. Bunu 99 yıl 10 ayda andayken biz bu Türkiye'den ep çıkıp yani bu davarımızın merkezini vatan azatlığı üçün küreş kıldıgan, siyasi küreş kıldıgan bu organın özünü garipleştirişimiz gerek. Degen daha çok tirişçilik bilen nurgulluğun tosqulluqlarını yengip 99 yıl 10 ayda München'da ikinci qetimlik umumiy saylamjığını çağırılıp andayken Şarkı Türkistan, Uyg'uriston Milliy Qurultayı deb bu nom bilan Germaniyada engi aldırıp bunda faaliyetini qilgan. Ama Dünya Uyghur Yaşlar Qurultayı qachon kurulgan teşkilat ise bunun özü 95 yılı 10 ayda Almatıda bir çoğun yığın çağırılıp şu Şarkı Türkistan yaşları Medeniyet Günü yoki Dünya Uyghur Yaşları Medeniyet Günü, Uçuruş Günü degan o'xshash bir xil nom ostida cho'ng bir yig'in chaqirilib, andan shu vaqtda asosli qilqi yosh vatanparvar vatan ozodligi uchun, millatning erkinligi uchun o'zini bekitishlik. Hassini qo'sh arzusi bor, qizg'inligi yuqori yoshlarning o'zi qatnashib O'rta Osiyodagi yoshlar bo'lsin, Turkiyada o'qiyotgan, Yevropada uçakıldı jiq emas Uyg'urlardan 3-4 tane Uyg'urlarni tekin bu Germaniyada yoshlardan jiq emas. Asosli O'rta Osiyodan, Turkiyadan, ikincisi şu Amerikadan az sondagi yoshlar qatnashib 95 yili oktabrda shuna bir bo'lib qurilgan desak bo'ldi. Dünya Uyghur Yaşlar Qurultayı'nınki bo'lib qurilgan desek 96 yıl 11 ayda yine bir yıldan keyin o yığın Almatıda çağırılgan yığıldan bir yıl keyin anlayken München şehrinde Şarkı Türkistan Milliy Meclisi deb bir teşkilat kurmaya deb şu yaşlarning o'zi asas o'lni tishlab chiqib, tayyorligini qilib, nizomnomalarini tuzib chiqib, Şarkı Türkistan Milliy Meclisi kurmaya deb yig'in chaqirgandan keyin bu yig'inga kelgan asosliq peshqadam inqilobchilarning o'zi Şarkı Türkistan Milliy Qurultayı'nın rehberleri. Hem şu Şarkı Türkistan Milliy Qurultayı'ni qo'llaydigan rahbarlar peshqadamlarning mutlaq ko'p qismi. Ular unda bo'lgandan keyin 92 yılı İstanbul'da çağırılgan Şarkı Türkistan Milliy Qurultayı tüzük ravaş tapamay, yani quruvini qo'mbesh qilayotgan chog'da sizlar yoshlar bunga madad bermay, endi bu qurultayning yanida yana bir qurultayni shakllantirmoqchimi degan norozilik kayfiyatlarini aytib kuchli bo'lganligi uchun ondan keyin bu Şarkı Türkistan Milliy Meclisi qurilmay, ondan keyin
Sharqiy Turkiston Yoshlar qurultayi qurunglar, cho'ng qurultayning, milliy qurultayninki o'xshash yoki yoshlar sho'basiga o'xshash bir tashkilot qurunglar deb taklif bergandan keyin naq maydon yig'in qatnashchilari. Andan keyin muzokara qilish yurib, Sharqiy Turkiston Yoshlar qurultayimi qurmaymiz degan chog'da bu O'rta Osiyodan kelgan vakillar qopmaymi, tugmaydigan Sharqiy Turkistonchilik bu. Uyg'uriston deb qurish kerak deb bu majrolar paydo bo'lib, oxir kavobni ko'ymaydigan, zig'im ko'ymaydigan qilib, Dunyo Uyg'ur Yoshlar qurultayi degan nomga muqimlashib, 96-yil 11-oyda Myunxenda bu Yoshlar qurultayi qurildi deymiz. 96-yilda. 96-yil 11-oyda Myunxenda qurildi. Manadan 3 yil keyin Aviaman degan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi Istanbuldan o'tkab akilib, Myunxenda alga oldirildi. Şuna bilan Myunxenda Uyg'urlar az. Shu vaqtda men kelgan chog'da men 97-yil 3-oyda kelgan. Shu chog'da bir 50-60 tak Uyg'urlar bor ekan. Adam az, ammo ikki cho'ng markaziy tashkilot bor, undan boshqa yana 2-3 tashkilot bor. Bunati yaxshi bir vaziyat bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin to'la majro chiqib ikki qurultayning orasida to'laliqi odam talashadigan, tutuq talashadigan, töhbet talashadigan jiq kelishmasliklar yuz berib, to'la majro bo'lib, xuddi hozirgidek. U vaqtda Facebook, WhatsApp deydigan narsalar bo'lmagandan keyin, uni dunyodagi har qaysi ellardagi Uyg'urlar undan qilchim xabar bo'lolmaydi u vaqtdagi majrolardan. Shuning bilan uzun yillik ziddiyatlardan keyin, andan keyin 2004-yili aprelda ikki qurultayni birlashtirish yig'ini chaqirilib, birlashtirilib, Abyam deb o'tib ketganga o'xshash muqaddimasida Dunyo Uyg'ur qurultayi deb bu nom o'tirib chiqdi. Buningga Erkin Aliptekin apandi reis bo'ldi. Ikki qurultayninki reislari o'ng qanot, so'l qanot bo'lib, bu Erkin apandimninki o'xshash o'xshash shunday bo'ldi. Bir birlikni o'tirib chiqadi qanday bo'lmasin. Ammo bu taraf birlashgan bu qurultayninki ismidan mundali qarasak, Dunyo Uyg'ur Yoshlar qurultayi degandiki, yoshlari degan so'zning o'zini shunday elib olsang, Dunyo Uyg'ur qurultayi degan bo'lganda, hozirgi shu qurultay shu. Endi bu qurultayni orqa qaytirib olsang, 2004-yil qurilgan qurultay emas, 96-yil 11-oyda Myunxenda qurilgan Dunyo Uyg'ur Yoshlar qurultayi shu degan bo'ldi. Endi buningki rahbarlariga kelsak, Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining rahbarlari 2004-yil 11-oyda hammasi tasdiqlab chiqarilib ketdi. Mana shu Dunyo Uyg'ur qurultayiningki ichidan ular asosliq bir-birlab istiqbo berib, asosan chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin o qurultay chaqirilish jarayonidami joylardagi Sharqiy Turkiston milliy qurultayining vakillari, muhim rahbarlari ham chaqirilmagan. Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lib, ikki qurultay birlashtirgan yig'inga chaqirilmagan asosli. Bu ishniki turgan narsalar men bor. Yig'inning o'zida men saylam ishtirok qatnashib, vazifa qo'l ko'tarib ish qilmagan bilan, ammo butun tayyorlik ishlarida yillab bu ishning ichida men bor. O yozib qo'ygan xatlarım bor. Şunu asasda nurg'un kitoblarimga kirgizdim shu vaqtdagi voqealarni, rezil narsalarni yozib atdim bu kitoblarga. Rezil voqealarni. Endi demak, Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining asosliq rahbarlari 2005-yilga kelgichilik oraliqda bu Dunyo Uyg'ur qurultayidan tasdiq qilib, rahbarlik jihatini aytgan chaqdimi yoshlar qurultayi qilib qoldi. Erkin Aliptekinni hisobga olmagan chaqda. Bir dona qiyradan yolg'iz ham bu yerda turdi. Qolgan hammasi yoshlar. Aqasi 50'dagi vakillarmi asosliq yoshlar. Yoshlar qurultayining burungi vakillari. Ondan keyin xarakteriga kelsak, endi bu tashkilotning xarakteriga kelsakmi, 96-yili qurilgan şu Dunyo Uyg'ur Yoshlar qurultayining nizomnoma va xitobnomalari ajraq remont qilinib bilan nomi moddalari o'zgarib bilan naq Dunyo Uyg'ur qurultayining ustiga turg'izildi bu. Turg'izilgandan keyin Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining hamma narsa so'kilib chiqib bilan bekor qilindi degan gap.
Bunun asas rol oynagan kimler hem de şu sen degendeki şu nizamnamenin asasen şu peti küçülüp gelişide asas rol oynaganlar kimler hem de? Rol oynaganlar şöyle şu kurultayını ödeki elip Erkin Alıtekin Efendi asaslık 5 yıl durdu. O adamın şu asaslık demokratiya, insan hakları, öz takdirini öz belgeç deyilgan şu küreşti men otqa adam asaslık demokratiya bilen iş kılamaz. Xitay demokratiya ötmey turup Şarkı Türkistan meselesi hal bolmaydı deydigan munda fikirni burundan jık teşebbüs kılat diye özü gezitlarga yazat diye fikirni. Gezitlar jık körületdi. Yani şu adamın özünün mötedil fikri o. Bolup Erkin Alıtekin Efendi şu Tibetninki otur yolga kirgen şu narsani bek maqtaydı. Tibetlerin ayti ilgar işi yapmağı diye. Otur yolga kirip Ali Abdülmiye meselesi bilen öz takdirini özü belgileş prinsipi bilen Tibetning mustaqillik gayesiga yetadigan bir yolni tanladi. Bu bek ilgar yolda jık teşebbüs kılatdı. Andan keyin buni ichida aktiv bularni amalga oshirganlar shu yoshlar qurultayiniki hozirgi rahbarlari shu hozirgi kim bo'lsa birla odam emas u bir odamda bir odamga otib qo'ysak bo'lmaydi birla odamning o'zi bir ishni qilaman deyversa u birla odam bilan qilolmaydi bir kollektiv bor bunun ichida ta shu 96-yil eng kechikanda 96-yil 11-oyda Myunxenda shu Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayini qurishga aktiv qatnashgan ve onundan keyin seplengen kızgınlık bilen bunun seplenip vezife almasını iş kılıp izchil qo'llab kelayotgan haligiq ishlar bor. Bir kollektiv deylendi bunu. Sari mayli 20 bo'lsin, 30 bo'lsin yoki 6 bo'lsin, 5 bo'lsin, qanday bo'lsin bir ya ikki odamning ishi emas, bu bir kollektivning ishi. Shu kollektiv bu ishni ham demoqda davomlashtirib mangan deymiz, idora qilgan. Andan keyin bu sürgünlük hükümet to'g'riliq men so'zlayaptim, bir 6 qism, 5 qism so'zlagandim men sürgünlük hükümet to'g'risida 2 yilning oldida. Endi shuni mazrak ashlatib qo'yay. Bu 2004-yil aprelda ishki qurultayini birlashtirish yig'inida, Myunxendagi bu yig'inda bu Sharqiy Turkiston Milliy qurultayining nurg'unlagan rahbarlari, vekillari shallanib chiqarib etilgandan keyin ham yig'inga chaqirilmaylam tashlanib qolgandan keyin şu yili 9-oyda 8-sentyabrda chiqaraq yozilganti. Hozirda kalendar yeniden emas. 2004-yili 9-oyda Washingtonga yig'ilib, andan keyin bular qo'pib biz Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston milliy qurultayini qayta quramiz degan fikrlarmi bo'lib, qanday degan chaqda Mao Eysa Efendim ailesini bu guruhning o'zini burunqi peshqadamlar Abdülmiyachi Çin Turkistonchi deb yomon ko'rilgan ishlar bor ekan. Endi bu Eysa Efendimning guruhiga oid bo'lgan Erkin Efendim reis bo'lgan bu Dunyo Uyg'ur qurultayi andan keyin bu o'z taqdirini o'zi belgilashda vatandan chiqqancha shu yilqi cho'ng bir markaz tashkilot quramiz deb ayonman degandek faoliyatlarni qilib cho'ng peshqadam mustaqilchilarning ko'ziga sig'may qolgan bu yoshlar bilan endi bu Eysa Efendim guruhi birlashib bu mustaqillikning bayrog'ini endi tushirdi, bu yo'q qildi. Endi Abdülmiye bu Çin Turkistonchilik o'tirib chiqdi. Shunlashqa biz endi bu Sharqiy Turkiston milliy qurultayini qayta tirildiramiz deb bir xil fikrlar bilan andaki yeni bir Türkiye'ler qurultay deb eshiyemiz sürgündeki hükümet deb cho'ng ishni qilamiz deb bu shunday fikrlar bilan asoslab Washingtonga yig'ilib onun sohibxonligini merhum Hüseyin Qari İslami bu adam Mekke'de vafot etib ketdi, nəhayət aktiv shu vatan mustaqillik uchun jiq kuch chiqargan munavvar bir zotdi. Shu Hüseyin Qari İslami efendimninki iqtisodiy mablag' selishi bilan, shuni kuch chiqarishi bilan andan keyin sürgündeki hükümet bo'lishi kerak deb bu yig'in Washington chaqirilgandan keyin bu qurultay deganni qo'yib turganlar biz sürgündeki hükümet deb turaylik. Qurultaymi, NBCmi shu hükümetning ichida xizmat qiladigan, faoliyat qiladigan bir tashkilotga aylansin. Biz mustaqillikni hükümet shaklida olib boramiz degan bu fikr asosliq kuchga ega bo'lib, andan keyin 2014-yili sentyabrda Washingtonda Sharqiy Turkiston sürgündeki hükümeti deb bu hükümet kuruldu. Kurulgandan keyin
Andan keyin bu sürgülüşler şu vaqtlarda başlandı asaslı. Mayaqning o'zini optimiyatchi, Çin Türkistanchi deb ayaqning o'zini mustaqilchi deydigan shunday qilqi ziddiyatlar asosli sürgülüşler tadrijiy holda maydonga kelishga boshladi. Endi bu sürgünlük hükümetninki hozirgi holga tushishidagi boshlanish shu 2005-yillar boshlangan. 2004-9 ayda qurildi hükümet. 2005-yili 6-ayda yoki 5-ayda onun xatirda bat yazır. Toza nima xatirni yo'q qo'yishim. 2005-yili şu 5-oylardagi İstanbulda bu sürgünlük hükümetninki yig'inni chaqirib, alayda cho'ng bir nimasi parlamentning. Ona da şu Enver Yusuf şu vaqtdagi hükümetning bosh ministri edi. Enver Yusufni tanqid qiladigan bu o'ylaqi o'zbekchilik qilib bosh-boshliqlik qilib hükümetning ichidagi yoki parlament millat vakillariniki o'rtaq qaroriga bo'ysunmay o'z oldiga ish qildi deb buning o'zini ogohlantirish bir yig'in ochamiz deb yig'in chaqirganda Turkiya hukumati bu Enver Yusufni kirdirmagan gap Turkiyaga shu vaqtda 2005-yil mezgilda Turkiya kirdirmagandan keyin shuning bilan bu bosh ministr yo'q bu parlament yig'inini chaqirib fikir qilib yurib shu Enver Yusufni biz bosh ministerlik qo'shimcha tashqi ishlar ministerlik vazifasidan ep tashlab millat vakillik salohiyatini saqlab qolamiz ogohlantirish qilamiz bu qarorni bu odamni ep tashlayotgan ekan shuni bu odam qo'yib buni qabul qilmaganliganda bu hukumatniki sürgünlük hukumatniki qarorini qabul qilmay bir to'p xoinlar vatan saqlagan xoinlar menga o'xshash bir inqilobchini sürgünlük hükümetni dastan silib men o'zim qurib chiqqan bosh ministr bo'lsam tashqi ishlar ministri bo'lsam meni qaslab Xitoyning g'olchilari vazifadan ep tashladi deb hukumat meni deb bu odam anda ekan hukumat meni deb shuni ular o'zini prezident deb saylablar shuni bilan bu shu vaqtda boshlangan 2005-yilda boshlangan bu ish Endi sürgünlük hükümetninki 2019-yildagi yoki 20-yildagi holiga kelsang buningki asosliq shu tavrinib qilishiga sabab bo'lgan narsa shu 2005-yildagi mojaro sabab bo'lgan. Endi jarayonlar shu endi. Bu endi bu Dunyo Uyg'ur qurultayining o'ziga qaytib kelsak, endi Dunyo Uyg'ur qurultayi oyoqning o'zida Washingtonda sürgünlük hukumat palash bo'ldi. Enver Yusuf'niki andaq xarakteri bilan. Endi bu qurultayga kelsak, bu qurultayning o'ziki birlashish jarayonida qaytilgan milliy qurultayniki rahbarlari butunlay sug'urilib chekinib chiqib ketdi yoki chiqarib etildi. Shuning bilan bu yoshlarniki ustiga qilib qoldi. Erkin Olattekin efendi kesel odam to'la doktorxonada yetib qolgan. Bu ish muammodi. Qurultay bu Myunxenning o'zida ishxonaning ijorini to'layolmaydigan holga tushib ig'ir kunga qoldi rasmiy. Bir qancha qatim ko'chdi, cho'ng ishxonadan kichik ishxonaga ko'chib, hatto ishxonasi taqilib qilib, tasli qoldi. Shu katiblari yo raislari o'zining adresi deb qo'llanadigan shunchalik darajaga tushib qolgan chog'ning o'zida, andan keyin Myunxendagi Uyg'urlar to'plashib, bunday tashlasak bo'lmaydi deb ziddiyat bo'lib ketgan boshqa tashkilotlar bor. O tashkilotlarni bir arqa to'plab, masalan, Uchiqil Davray, Sharqiy Turkiston Yevropa birligi deb bir tashkilot, shu Sharqiy Turkiston milliy qurultayining rahbarlari bu tashkilotning mas'ullari edi. Valla milliy Dunyo Uyg'ur qurultayidan chekintirilib chiqarilib ketgandan keyin o Sharqiy Turkiston Yevropa birligidan bu tashkilotni chin tutib turib, endi keyin butun Myunxendagi Germaniya Uyg'urlarni yerlik tashkilot idora qildi deb o prinsip bo'yicha endi keyin Uyg'urlarni ular idora qilib turgandan keyin bu Uyg'ur qurultayi, Dunyo Uyg'ur qurultayi shuni palash olg'a tushib qolgandan keyin bu yaxshi bo'lmaydi deb shuni bu biz ko'pchiliklar buni safarbarlik qilib Andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayini shu Sharqiy Turkiston Yevropa birligining ishxonasiga ko'chirib kelib, hozirgi ishxona shu. Andan keyin bu ikki tarafni yararlashtirib, andan keyin yig'ilgan bedel a'zolik bedel pullarini keyin tang to'lab ishxonaga ashta qilib yurib, jon saqlab, to'g'andan keyin Pokpida bu qurultayning taliga Rabiya Qadir xonim Xitoyning turmushga chiqdi. 7-oyda 2005-7-oyda Germaniyaga keldi. Rabiya xonim shu vaqtda ikki orasida tanlashdi qilib qoldi. Bir sürgünlük hukumatga kirish, yana bir qurultayga kirish. Shuning bilan biz qurultayga kirishni deb chin talab qildik. Xonim qurultayga kirdi.
Hem de erken alıp tekin mene talep kıldı. Erken alıp tekin kurultayga reşup başlap teklif kıldı. Şuna kirdinde Rabia Hanım da sözlep de biraz katım aldım. Bunda emas. Erken alıp tekin efendi reis buluşunun aldın elip intayin cık oynagan şu vakitta. 2005 yıl 10. aydan başlap 2006 yıl 11. aygacha 13 ay mezgilde naayet cık tosqulluq qiladi. Ağızda dep qo'ydi, voy anamiz o'zligida sizlik qilmas bo'lmaydi deb qahvaya dep qo'ydi, ama cık ishlarni qiladi. Buning guvohchilari bor. O maqsadi nimada unda to'sqinlik qilishga maqsadi nimada u odamniki? Bu qurultayni qo'ldan chiqarib atmaslik, hozirgidek turish. Ya'ni o'zi tutib turish yani. O'zi tutib turish, qo'ldan chiqarsa bo'lmaydi shu. Endi Rabia Qodir xonim buni qo'liga olgandan keyin uni endi dunyoga olib chiqdi. Ha? Olib chiqdi-ku endi, olib chiqdi, ha? Şu olib chiqdi dunyoga Uyg'urniki davosini Uyg'uriston deyman-da, Sharqiy Turkiston deyli. Bu vatanning davosini mavu bir qatimda biz Türkiye'den qutquzib akilib Germaniyaga o'rinlashtirdik. İkinci qatimda bu Germaniyadagi parlash vayron bo'lish vaziyatidan Rabia Qodir xonim qutuldirib, bu davoni Amerikaga yuzlandirdi. Shuning bilan Uyg'urlar tashkillik jihatda Amerikaga yuzlandi. Endi mushundaq bo'lmasligi kerakdi. Endi ekan bu ketdi endi. Biz nihoyatda ig'ir kuch chiqardik bu ishga. Endi uniki odamlarning ismini deb жүрмейman. Nurg'unlagan odamlar bordi, shu ishga kuch chiqargan. Orasida ba'zilar bilan ig'ir ziddiyatlashib ketdik. Ammo shu vaqtning o'zida nihoyatda yaxshi ish qilgandik biz. Rabia Qodir xonimni qurultayga rais qilib. Demak, endi Rabia Qodir xonim 2006 yıl 11. ayda bu qurultayga rais bo'lib, andan keyin Amerikaga yo'tkab, shuning bilan NED'dan pul hal qilgan ishlarni yo'lini mengib, shuning bilan bu sekretariyatlarniki maoshini hal qilib, hozirgi shu NED'dan olayotgan maoshlar shu 2006 yil Rabia Qodir xonimniki izchil tirishchilik ko'rsatish bilan amalga oshgan ishlar bu. Shunda bo'lgan endi. Jarayoni bosh shu. Ya'ni buni tamam, endi hozir bu so'ni so'rashimdagi sabab, men g'ilpal anglab qoldim, o'zining og'zingdan anglaydi dedim. Sen meni bilsa, hozir endi bu qurultayniki nizomnomasiniki asosliq g'o'liniki o'z taqdirini o'zi belgilash ekanligini bilamiz. Bu nereden kelgan deganga javob berish uchun so'rdim buni. Shu demakki, shu Vankatiplar 5-6 yoshlar qurgan shu yoshlar qurultayidan tortib hozirgacha şu öz taqdirini öz belgilash degan nizomnoma 96-yildan tortib desam, hozir masalan 25 yil bo'libdi. 25 yilning yog'i bu tashkilotningki nizomnomasi o'zgarmadi degan gap. Ya'ni asosliq nishoni o'zgarmadi degan gap. Ancha-muncha qo'shimcha bir narsalarni kirgizgan bo'lishi mumkin, ammo asosliq nishoni, ya'ni bir tashkilot qurishning maqsad vatanning ozodligi, mustaqilligimi yoki erkinlikka erishishmi yo demokratiyani ishga oshirishmi, bundoq bo'ladi. Ammo bu qurultayniki nizomnomasi hozircha bizning bildiganimiz o'z taqdirini o'zi belgilash. Bu shu 96-yil ham shu Vankatiplar yoshlar qurultayi qurgandan tortib o'zgarmabdi. Bu nima o'zgarmagandan boshqa, bu nizomnoma o'zgarmagandan boshqa diqqat qilsak, shu Rabia xonimni mecbur öğretip, suikast bilan öğretip, qurultayni çangılga kirgizib olgan odamlarmi o'zgarmadi? Uning qo'shilganlar bo'ldi. Qo'shilganlar bo'ldi, ammo bu g'oli o'zgarmadi, ya'ni asosli odamlar o'zgarmadi. Endi bu masalan, men 20 yildan eshitib chetga chiqqili, men nurg'unlagan tashkilotlarning qurilib, vayron bo'lib, yoq siqishib bir-birisi bilan shundan bo'lib ketganlarni ko'rdim, ammo shu sen tilga olgan yoshlar qurultayidagi shu 5-6 shu qurg'uchi qo'lliq odamining hozirgacha hech buzilmay izchil urug' tuqqan degan akuflarniki bir yerda bir necha yil yashab bo'lmay yoq siqishib ketganlarni ko'rgan, ammo bular hech o'zgarmadi. Endi yoq siqishib o'zgarmagan yaxshi. Aslida shunda bo'lishi kerak aslida shu. Tabii. Buzilib ketmagan yaxshi. Oylikqa surgun hukumatning hikoyasini bilmayman. Surgun hukumatga sohibxonlik qilib, o'zi shunda yo'lni mengib Amerikada. Kongressdan Amerikan hukumatining xodimlarini yig'inga qatnashtirib, shunda anvar eshitdim o'zi, keyin u yerdagi
qanday qilsang bir yilga bormaylam yaqishqishib xoin josus deb tillab odamlarni anda buzib bunda chiqib ketdi masalan buni bir tarafdan qaragan chog'da nima degan olmaydi bu bir samimiylikdan sog'lomlikdan bo'lgan ish degan olmaydi shunda bir hukumatdan qurilib bir hukumatning o'zini vayron qilib etib andan keyin millatninki umidini barbod qiladigan deydigan bir bundan bir suiqasd bor deb tushunishga bo'ladi aslida inoq yaxshi o'tgan bak yaxshi izchil fidokorlik ko'rsatmagan yaxshi ammo nima uchun ko'rsatgan fidokorlik degan gap bor nimaning ustida inoqlik bor nimaning ustida ittifoqlik bor bu qanday bir strategiyaning davomi deydigan ma'noqni aydınlashtirish to'g'ri keladi shu endi bir sirtdan bir kuchlarning o'zi mushundoq idora qilamdi degan gumon to'la kechirdim kallamga bir strategiyaningki izchil ijroatimi degan narsa ko'p kallamga aytib jiq keladi mening endi binasi desa isbotim bo'lish uchun men Bejingga rasmiy Junanxoga bog'lanishim kerak bulardan yuqori o'rinda bo'lishim kerak men bo'lmish qanday qilib moddiy isbot keladi tabii undaq isbot bo'lmaydi meni qo'lim nima ish qilibdi masalan olsak bu 47-yildagi Jang Jijung Sharqiy Turkiston ishg'ol qilgandan keyin tinchlik bilan mustaqillikni barbod qilib Gomindanchilar bilan mustaqilchilar birlashib Shinjong o'lkalik hukumatni qurib andan keyin Sharqiy Turkiston milliy armiyasini asta kuchsizlantirib Gomindan armiyasini kuchlantirib shunday qilayotgan chog'ning o'zida Jang Jijungning o'zi Gomindan armiyalariga o'zining qo'l ostidagi bosmachi armiyalarning o'ziga so'zlagan nutq voqea buni sama anladim bu Abdurahim G'ayni bir yildan shu majrani ep chiqib qoldi shu Jang Jijungninki shu nutqni so'zlagan yerda Aysa apandim baka billa Amravlov janobga bilib beribdi Aysa apandim hamda shu Jang Jijungdan yuqoriroq odam bunday aytgan chog'da siyosiy jihatda Jang Jijungdan martabasi yuqori Jang Kaychininki yendi tikilan bir odam deyishga bo'ldi Jang Jijung harbiy amalda g'arbiy shimoldagi 5 o'lkani idora qilgan ishg'oliyatchi harbiy amalda ama Aysa apandim Uyg'urlar bilan Xitoylarning orasidagi diplomat xodim yuqori amalda adam shu Jang Jijungninki shu armiya degan harbiy istixborot ham bak muhim narsa u odatdagi odamlar qatnasholmaydi shundoq armiyaga nutq so'zlab bu Sharqiy Turkistonni biz besib olgan ya bizning emas bu Uyg'urlarniki shuning uchun biz Uyg'urlarga qattiq qo'llik qilsak hozir vaziyat davolga turayotgan chog'ning o'zida bu yerda bir majra chiqib qolsa xalqaro bir daraja ko'tarib qolsa bu ig'ir bir mas'uliyat keldi bizga deb o'zining ehtiyotligini ehtiyot qilganligini tushuntirish nuqtasidan so'zlagan bir nutq voqea bu nutqning o'zini keyin broshur qilib besib ichki qismda maxfiy tarqitildi deb shu harbiy ofitserlarga cho'ng generallarga tarqatgan material ekan bu Aysa apandimda shu material bor ekan demak endi buni misol qilib bu materialni qilmoqchi emas hozir men u tema emas ya'ni qo'lda isbot bo'lish uchun boshida cho'ng martaba bo'lishi kerakda tabii bu yig'inlarga shu vaqtdagi o'lka hukumatniki muavin reis bo'lgan Ahmad apandi qatnashmagan ammo Aysa apandi qatnashgan boshqa bo'lgan Aysa apandi yana demak o'lkalik hukumatning muavin reisiniki birlashma hukumatning muavin reisidanmi Aysa apandiniki martabasi Xitoylarning yuqori degan gap andaq odamni bo'ldi qo'lda bo'ldi maxfiyat kelganniki meni qo'limda qanday bo'lib isbot bo'lmoqchi man bundan haydiki shularga doimiy komitet yetti Xitoy va cho'ngga shu yerga bog'langan bo'lsa andikin bo'ldi meni qo'limda bo'lmasa ish qildi isbot ammo aql bilan aqli ishiga kichik vaqtida o'mlab yurib to'qin yolmagan odam bo'lsa mana qarablar binosiniki nadan kelib na ketayotganligini bilib qoladi aqlni ozroq bilib qoladi odamlar uni isbot pakit ketmaydi endi demak 25 yillik o'zgarmay davomlashayotgan bir strategiyaniki davomi bu o odamlarniki masalan nima uchun bundaq inoq ittifoq ustida degan gapni desangiz urush cho'lan demsa urush yo'q yaxshi qishib ketgan deb qo'ydi haligi kichik vaqtda bo'lmoqni deb qo'yib olganlar yo'q gap qo'ydim hozir bu yerda qo'pol gap qo'ydim ammo aqlli o'ylash kerak shu bir narsani endi bu qurultaydan milliy qurultaydinki rahbarlari chiqib chiqildi Ahmad Egambadi o'rnidan keyin Palampustanlar hozirgi amaldorlar nurg'unlari chiqib chiqilgandan keyin bu tashkilotning o'zida bir pallada shu birinchi pallada
Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayininki barliq vakillar rahbarlari 2004-yilda bir chiqib chiqarildi, tozalandi bu da'voninki ichi. Ondan keyin ikkinchi qadamda bu Rabiya Qodir xonimniki kuchi bilan Amerikaga yuzilinib, Enediga yuzilinib, iqtisodiy maoshi hammasi hal bo'lib, bir yaxshi bo'lgan chaqda Rabiya Qodir xonim izchil chatkak yurib, bilan noyat jonliq mazlumga ishqi vatan millatni deb shuncha ichida 11 yil chidab urush yurmishlarni tilishib yurib, g'aybatini qilib siratildi. Qizg'in emkash chunda yurib, Rabiya xonim 11 yil chidab oxirida andekin nima ish bo'ldi? Chekindirildi. Rabiya xonim yana bir tozalandi temlandi. 2017-yilda 11-oyda bu qurultay yana bir qatim tozalandi deymiz. 2005-yilda bir tozalandi. 2017-yil 11-oyda yana bir tozalandi. Endi tozalandi, ammo mashina deganidek mavus bir strategiyaning davomiga o'xshash 96-yil 11-oydagi bolalar bular to'liq hozir bu da'voning tizginini ichidan va sirtidan hamma narsani oldi deymiz endi. Bir tarafdan qarasang tashkilotda vazifasi bo'la so'zlayotgan, yana bir tarafdan qarasang faqat vazifasi yo'q, ammo shu yig'inga qatnashadigan, qo'llaydigan va hokazolar so'zlayotgan ish qilib bu Uyg'urlarningki taqdiri to'g'risida hozirgacha bo'lmag'or har turli Dimashqqa tegishli xiyonat qilgan o'xshash, xoinga o'xshash gaplar chiqib ketdi. Yani bir turkum yosh rahbarlarningki hozir yoshimiz o'tirishga berib qoldi hammasi. O'shaning og'zidan jiq qatorliqlar chiqib ketdi. Ammo bularningki yoki qo'llug'chilari, yiltizlari, shoxlari keng bo'lganda ekan dunyoning hamma yerida. Endi hammasini bu endi bir strategiya boshqarmaydiganda shunda bo'lsa-mu, endi odam işte o'ylab qoladi. Ish qilib mengatdi bu ishlarni. Xato ish qilsam mengatdi, xato gap qilsam mengatdi bu ishlar. Demak, buni endi bir narsaga misol qilsak, 44-yil 44-yil 8-oyda G'uljida inqilob qurolliq tashkillanib, inqilobli qilib 11-oyga kelgan chaqda tashkilotdan birini qurib, ismini Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati deb atab, andan keyin vatanni ozod qilib, mush janub tarafdagi partizan kirgizib, mushu Oqsuv Qo'nishani ozod qilib qo'ygan 2045-yilda ya. Keyin va shimol taraf butun ozod bo'lib, markaziy rayonga Manas daryosiga borib berib, shunda bo'lgan chaqning o'zida andan keyin bu inqilobni boshlaganlar, shu inqilobni qanchacha boshlaganlarning ichida fidokorlar va uning sirtida payki tutganlar atrofdan g'ojmak to'plashiblar, hukumatning qo'liga eliblar. Andan keyin bu darhol boshqa bir yo'lga boshlab, bizning maqsadimiz tinchlik, Jungoda bir tinchlik o'rnatib, demokratik har qaysi millatlar inoq ittifoq yashay oladigan bir vaziyatni barliqqa keltiramiz degan bilan andan keyin nima chiqdi? 11 moddalik shartnoma degan narsani majburlab turib, ashuni Xitoy majburlamadi, o'zi majburlab turib, bular ikki tarafdan, atrofdan Gomindanning ichidagi danliq rahbarlarimiz, inqilobchi dahi marhumlarimiz, Mayoqning o'zidan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetininki rahbarlari, danliq rahbarlari to'plashib kelib, Stalin majburlab qo'ydi deb turib, shuning bilan mustaqillikning bayrog'ini tashlab 46-yili 2-iyun 6-oyning 2-kunsi rasmiy to'xtamni amalga oshirib, 7-oyning 15-kunsi o'lkalik Shinjang o'lkalik birlashma hukumat qurultayini e'lon qilib, shunday qilib mustaqillikni yug'ishtirib, yo'qotgan bugungi 10 millionlagan Uyg'urninki qon qissasiga hamda ashlar bug'ildi. Bug'ildi endi. Endi bug'ilsa, millatga nima foydasi uniki? 70 yil o'tgandan keyin ular qon qissasiga bug'ilsa, nima foydasi uniki? Tahiyda ba'zir uniki xotirlayotgan tursak, dunyoning hamma yeri dahirimiz deyotgan tursak, uni endi nima degan bo'ldi buni? Bugungi kunda endi tarixni nima uchun o'qiymiz, nima uchun yozamiz, nima uchun aslaymiz degan chaqda tarixni qayta takrorlab, yeni aşında xatolikni o'tkazmaslik, yeni aşında po'qni yemaslik uchun bu tarixni o'qiymiz, tarixni yozamiz.
Endi bu tarixni yozib qo'yib, tomlab, 10 necha tomlab tarixni yozib etib, odam jillab o'qib tugitib bo'lmay tarixni yozib turib, yana qo'yib shu tarixda o'tgan osiylikni, xoinlikni bugun yana qayta shu yo'l bo'yicha takrorlayotgan bir vaziyatni ko'rib turib, yana ashunga chavoq chaqan chaqning o'zida bundaq tarixini axlat deyishga to'g'ri keladi. Tarixin sınıf, bunda tarixlerin əxlət. Tarix bo'lgandan keyin ondan bir xulosa chiqarish kerak. Ondan bir xulosa chiqarib, bir andizini o'tirib qo'yib, 44-yil nima bo'lgan, 45-yil nima bo'lgan, 47-yil nima bo'lgan, 49-yil qanday bo'lgan. Hozir qayoqqa qarab ketadi ishlar deb, bundan bir yakun chiqara olish kerak, to'xta dera olish kerak millat. Ya'ni o nima deramasa, endi ikkinchi menda Bana o'xshash adam yolg'iz emas. Dunyoda bunday nurg'unlar bor. Anda ikkinchi to'rtta qiz gap qilsam, pishniqor, hasadxor, voy Xitoyning falan narsada vayvan chiqmoqchilar to'plamagan to'mir qolmaydi. Og'zim buz yetib qoldim. Ammo so'lni sendan so'rashim. Agar ashad bir vatan bo'lmagan bo'lsa, ashad bir vatanning o'zi Xitoyning qo'lida qolmagan bo'lsa, biz bir vatanning ozodligi uchun, vatanning mustaqilligi uchun biz bir ish qilamiz demagan bo'lsak, annekin ondan keyin bugünkidek 10 milyonlab qarindoshlarimiz u yerda bir qirg'in qilishga mahkum bo'lmagan bo'lsa, Parizatda qizlarimizning o'zi Xitoyning oyoq osti bo'lmagan bo'lsa, yigitlarimizning o'zi Xitoyning oyoq osti bo'lmagan bo'lsa, yigitlarimiz o'zi balkim nima qilsam qilda to'q. Nima qilsam qilasanlar. To'qiysanmi, yirish. Sendek adamlarga ichinig'idek bika yurak yo'q desak bo'ladi. Ammo u yerda bir vatan ketyotadi. Bir vatan. O ketgan vatan-ku hamda bu 70 yil burun ketib bo'lgan-ku, bika sotgan-ku vatanni. Ketgan vatan. Vatanni ketyotdi desak, buni aytib madhiksiz gap bo'lib qoladi. Ammo u yerda bir millat dapsanda qilinyotdi. Etyapsizmi bir Fadin çıkartı adam, etlip gitti şu millette. Ama acayip ig'ir qishnoqdi, chidab bo'lmaydi bu vatandagi o qishnoqlarni oyda yilda bir qaytim chetlarga chiqib qolgan shu video film rasmlarini ko'rib, inson yurak chidag'ili bo'lmaydi. Shunday bir vaziyat bo'lgandan keyin, lekin biz buni qaynaymiz. Bu ishni yo'li chiqilaylik deymiz. Ishni yo'li chiqilaylik. Bu 45-yildagi xoin munofiqlarningki yana bir chet elda yuz bermesin, erkin dünyada yuz bermesin. Biz erkin dünyada sözlü bo'lsinmi, mana ketkizib qo'ymaylik biz. Sözlü bo'lsin, o vatan mening, o vatanda mustaqil qilamiz, o vatanda Xitoyning haqqi yo'q deb millatning irodasini sözlü bo'lsinmi, biz barbod qilmaylik. Tashkillanaylik, mukammal tashkillanaylik. Mustaqillik uchun chet elda ölmeymiz-ku. Chet el mustaqillik degan kim o'ltirmaydi-ku. Turmuga solyapmaydi. Nima uchun? Agar shu o'z taqdirini o'zi belgilash degan gap, u bir cho'ng gap u. O'z taqdirini o'zi belgilash degan gap qanday yerda bo'ladi desam, Xitoyda tasavvur qilib bo'lmaydi uni. Xitoyda uni herkes tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu 45-yili mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyatini Xitoyga bersinmi o'z taqdirini o'zi belgilash degan ruxsat qilmagan shu Xitoy. Şu Abga Gomindan Xitoylarmi tunamagan o'z taqdirini o'zi belgilash deb gap yo'q. Ona ağzına mal degan shu vaqtning o'zida aytsalar. Endi o'z taqdirini o'zi belgilash degan gap İspaniyada amalga oshmayapti. Demokratik Yevropaning ichida Kataloniya xalqininki o'z taqdirini o'zi belgilash ovozini e'tirof qilmay, uning boshliqlarini 50 yildan 30 yildan turmaga solyapti, nurg'unlagan parlament başlıklarını, ülke əməldarlarını turmaga solyapti İspaniya. Yeni bir yılki Charles diyen başlığımız lazım, Belgiyada kaçıncı yürü bir kere adam. Germaniya gelse bir katım solap, bir katım tutup turmaga bir at solap koyup, yaman testi koyup verdi ona. Tasdik kaldı İspanya'ya götürüp bir vatkalı. Bir kere adam şu 5 çıkarsam da Danimarka'ya kiladayken Danimarka'ya. Hani ikizde o başka yerlerin baramayken şu Belgiya'nın içinde rejiminin aslında durvatkan bir adam. Demek Avrupa'daki bir devletin özünde, Avrupa'daki bir demokratiyanınki ugusi vatkan yarın özüde öz taqdirini öz belgilash degan bu talab, milliy talab aşmayotgan narsa o. Unda o'qanchada Xitoyda bir ashaddiy
Bundaq bir məxluqның özüge öz təqdirini öz belgiləş prinsip boyunca biz vətənni başda demokratiyaga Xitayni ötküzüp ondan keyin şu Xitayninki adil siyasi tüzümüdə öz təqdirini öz belgiləşdə bilet taşlap ondan keyin müstəqil olmayacağın gap bu milletni aldığan bir xiyanət bu. Qızıl bir xiyanət. Onu qoyub turaylı öz təqdirini öz belgiləşdən gap bək yoğun gap bu. Onu qoyub turaylı. Kişilik hukuk diyen bir nəsi qanda olub ketdi. Muşu Zadi chat elde Uygur'unki muşu bir teşkilatlar kurulup, muşu 92 yılı İstanbul'da kurulgan kurultay, meyli 96 yılı kurulgan Yaşlar Kurultayı, 99 yıldaki Milli Kurultay deyli, 2004 yıldaki Dünya Uygur Kurultayı, muşularınki nizamnamelerindeki nurgulluğun maddelerden insan hakları davasını kılmayız diye maddeler var. Şu burunki kurultayının bir maddesi insan hakları da var şu mu? O pütülaylıkı, müstakillik yapılıp durağın nesimez. İnsan hakları meselesini oturup koyup durup Xitayni tarihiga qıstaymayız deb onu maddesi şu vaqtdan belgilengen narsa. Har qaysi tashkilotlarningki moddalarda buldu nizamnomalarda inson haqlari degan masala. Ammo 20 necha yillik inson haqlari da'vosi eng keyingi esdaqmi Dunyo Uyg'ur Qurultayiningki 17 yil bo'lib qoldi hozir. 17 yillik inson haqlari da'vosi ko'rishining o'zi bugungi kunda nega keldi? İnsan qanday deyotganda. Amalga oshmaydigan bir narsa. Faqat buni qanday nuqtadan deymiz degan chog'da vatanimizda inson haqlarini amalga oshirmaymiz deb qilgan da'vo emas u. Ma Xitoy xalqimizningki insoniy haq huquqini dafsanda qilib ketdi deb shu dafsanda qilayotgan chog'ning o'zidaroq deydigan narsa, ammo hozir qilayotgan chog'ning o'zida hozirgidek xo'rlayotganning vaqtning o'zida inson haqlari degan bir narsani tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson haqini talab qilamiz degan gap bunun o'zi nat ya bo'lmasa tutalla bir xoin haqga bu degan tushunchani berdi. Boshqa sirtki millatlar bunga nazar solsa, bu xalq zodi xoinga deganga ishorat berdi. Ya bo'lmasa bular siyosatni qattiq tushunmaydigan milliy masalani, vatan, davlat, millat masalalarini, mustamlika va mustaqillik masalalarini qattiq tushunmaydigan, qattiq siyosat bilmaydigan dört bir haqga bu degan narsa tasavvur qilindi. Ya bo'lmasa bular nayt sapasiz Muşu Xitay bir umdarak düşünü bəlsə, şunun razı yaşaydıqan bir milletken tutbula deyilgan düşünçini buyurdu. Ondan başka mənası yok. Bugün üstünde yeni insan haklarını dəpsəndiqib ketdi Xitay. İnsan hak hukukunu başında izib ketdi deyib dəva qılışın özü. Bu əslində yaman sapasız, əhlətdəki bir nəsə. Onu dikçilik qalmağan nəsə bugün gündə. O 7 yıllık tələb dəvadın keyinki xulasa bugün ki vatqan çağda programma azraq olsun özgürüş kerak. Ama bu programı özgermez 25 yılın yağı mangan bolsa bunu çoğun bir stratejiyle devam edecek bu. Bu plan bilen planga özgürlük turduğun neyse qara. Bir işini qıp baksa o akmağın çağda onu özgertip başka bir yol geçse. Plan diye o. Ama bu kaddini özgermez. Zadi Muşunca uzun yıllar devam etken bolsa bunun özü strateji yaraymış bunu. Bu stratejini kim belgeledi? Doğru.